Bugun sizlarni aeroportga olib ketaman. Qani ketdik, chunki xolam haj safaridan kelyapti, ya'ni Suhrob akaning ayalari. Shartta mashinaga o'tirdimda Farg'onaga qarab yo'l oldim. Birinchi eshigim tagida taksi chaqirdim, keyin pitakka kelib Farg'ona Qo'say mashinasiga o'tirdim. Bu yoqda bo'lsa, boshqa pitakka kelib turib odam kutyapti. Odam yo'q ekan. Nimaga bilmadim. Keyin aytdim, "Ketdik aka, yuravering, men pulni beraman" qo'yganlarini chiqib oldimda vag'illatib haydattirdim mashinani. Bu yoqda bo'lsa vodiy tulponlari bor. Farg'onaga yetib kelganimdan keyin shunday gul bozorga kirdim. Gul oldim, gulni yasattirdim, birinchi suvlar septirdim, keyin blesklarni septirib turib, shartta qo'ldan oldimda sotuvchini taksi chaqirib taksiga o'tirdimda, yo'l yursam ham mo'l yurib, mo'l yursam ham yo'l yurib aeroportga yetib borolmayman-ku boru. Bu yoqda yuragim dukkilab ketyapti, borku soat 3 ga deyilgan soat 3:30 bo'ldi, lekin men hali ham yo'ldaman. Aeroportga yetib keldim. Endi esa bitta muammo, Suhrob akalar qayerda? Bilmadim, rosa oqtardim, keyin ko'rib qoldim, nashta yurib bordim. Suhrob akaning qilayotgan qilig'ini qaranglarda, olmay qopimda qolgan joyini. Odam judayam ko'p ekan, borku. Rosa kutib turdik. Odamni ko'pligini qaranglar. Yaxshi ham xolamlar oxirog'ida chiqishdi. Keyin bo'lsa xolamlar bilan ko'rishdik. Xolam bo'lsa hammamizni quchoqlab yig'ladi. Bir tomondan biz boshqa joydan chiqib qopti, boshqa joyda kutganimizdan, bir tomondan sog'inganidan. Xullas shunaqa qilib, o'yin kulgular bilan, sog'inchlar bilan kutib oldik-da, mashinaga o'tkazdirib, katta eshik tomonga ravona qildik. Bay bay qilib ketib qolishdi.